Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Tramp Eron rahbariyatidan bitta javob kutmoqda. Putin va Zelenskiy uchrashuvi qachon o'tkazilishi aytildi. Tramp yadroviy kodlardan foydalanishga uringan. AQSh NATOning yaxshi va yomon davlatlari ro'yxatini tuzib chiqdi. O'zingizni aldamang. Tez-tez hojatga chiqish, siyganda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik. Bu oddiy shamollash emas. Bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vulkan 100% tabiiy, kuchli tabobat inyomi. Prostata bezidagi yallig'lanishni kamaytiradi. Siydik yo'lini tiklaydi. Erkaklik quvvatini kuchaytiradi. Bir qaror hayotingizni o'zgartiradi. Sokin hayot kechirasiz yoki yana qiynalishda davom etasiz. Tanlov sizniki. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Tramp yadroviy kodlardan foydalanishga uringan, ammo qurolli kuchlar boshlig'i tomonidan to'xtatilgan. Markaziy razvedka boshqarmasining iste'fodagi tahlilchisi Larri Jonsonning so'zlariga ko'ra, Oq uyda bo'lib o'tgan favqulodda yig'ilish paytida Tramp yadroviy kodlarga kirishga uringan, ammo general Dan Keyn tomonidan to'xtatilgan. U qurolli kuchlar boshlig'i sifatida vakolatlarini aytib o'tgan. Nima uchun Trampga yadroviy kodlar kerak bo'lganligi noma'lum. Putin va Zelenskiy uchrashuvi qachon o'tkazilishi aytildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'rtasidagi uchrashuv faqat oldindan kelishuvlar tayyor bo'lgandagina o'tkazilishi mumkin. Bu haqda Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bunday uchrashuvning asosiy maqsadi erishilgan kelishuvlarni yakunlashdan iborat bo'ladi. Eng muhimi, uchrashuvning maqsadi nima uchun uchrashish kerak. Putin istalgan vaqtda Moskvada uchrashishga tayyorligini aytgan. Asosiysi uchrashuvda maqsad bo'lishi va u natija berishi kerak. Bunday uchrashuv faqat kelishuvlarni yakunlash uchun o'tkazilishi mumkin degan Kreml vakili. Aprel o'rtalarida Ukraina tashqi ishlar vaziri Andrey Sybiga Kiyev, Zelenskiy va Putin uchrashuvini Turkiyada o'tkazishga tayyorligini bildirgan. Ukraina tomoni sammitda Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'on va AQSh prezidenti Donald Tramp ham ishtirok etishni istamoqda. Yanvar-fevral oylarida Birlashgan Arab Amirliklarida o'tgan Rossiya, Ukraina va AQSh o'rtasidagi muzokaralardan so'ng Axios nashri amerikalik amaldorlarga tayanib, tomonlar yetakchilar uchrashuviga yaqinlashganini yozgan edi. Biroq fevral oyi oxirida AQShning Tehronga qarshi operatsiyasi boshlangach, muzokaralar jarayoni sekinlashdi. Shu sabab Zelenskiy AQSh va Eron o'rtasidagi mojaro Ukrainaning kelajagi bo'yicha xavotirlar uyg'otayotganini aytgan. Kreml esa AQShning bandligi oshganini tan olgan, ammo Washington muzokaralardan chiqib ketishiga oid alomatlar yo'qligini bildirgan. Zelenskiy esa Putin bilan uchrashishga tayyorligini bildirgan, ammo uchrashuvni Moskva yoki Kiyevda o'tkazishni rad etib, Yaqin Sharq, Yevropa yoki AQSh davlatlaridan birini taklif qilgan. Shuningdek, u uchrashuvni Qozog'istonda o'tkazishni ham ilgari surgan. AQSh NATOning yaxshi va yomon davlatlari ro'yxatini tuzib chiqdi. NATO bosh kotibi Mark Ruttening Washingtonga tashrif arafasida Oq uy a'zo davlatlarining alyansga qo'shgan hissasi va ularning darajalari bo'yicha taqsimlanishni ko'rib chiqildi. Shu tariqa Donald Tramp Qo'shma Shtatlarning ma'muriyati Eron bilan urushni qo'llab-quvvatlashdan bosh tortgan ittifoqchilarni jazolash yo'llarini qidirmoqda deya yozmoqda nashr manbalariga tayanib. Shu bilan birga yevropalik mulozimning jurnalistlarga aytishicha, Oq uyda Qo'shma Shtatlarning yaxshi va yomon ittifoqchilari uchun imtiyozlar ham salbiy oqibatlar aynan nimalardan iborat bo'lishi yuzasidan hozircha aniq g'oyalar yo'q. Uning so'zlariga ko'ra, AQSh qo'shinlarini Yevropa bo'ylab boshqa joylarga ko'chirish variantlaridan biri bo'lishi mumkin. Biroq bu qimmatga tushadigan va ko'p mehnat talab qiladigan jarayon hisoblanadi. Politico taxminiga ko'ra, bunday siyosatning asosiy manfaatdorlari Polsha va Ruminiya bo'lishi mumkin. Varshava mudofaa uchun NATOdan qariyb hammadan ko'p mablag' sarflaydi. Shuningdek, mamlakatda joylashtirilgan 10 ming nafar amerikalik harbiyni saqlash xarajatlarining deyarli barchasini o'z yonidan qoplaydi. Ruminiyada esa yaqinda NATO aviabazasi kengaytirildi va Qo'shma Shtatlarga undan Erondagi jangovar harakatlarni olib borish uchun foydalanishga ruxsat berildi. Tramp Eron rahbariyatidan bitta javob kutmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp Tehron hukumatidan harbiy harakatlarni to'xtatish bo'yicha Washington takliflariga nisbatan birdamlik va yagona pozitsiyani kutmoqda. Bu haqda Oq uy matbuot kotibi Caroline Levitt ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Tramp seshanba kuni uzaytirilgan sulhning amal qilish muddati bo'yicha hozircha aniq yakuniy sanani belgilamagan. Levitt Fox News telekanaliga bergan intervyusida muzokaralarning muhim shartini ham ochiqladi. Unga ko'ra, urushni to'xtatish bo'yicha kelishuv doirasida Eron o'zining boyitilgan uranini Qo'shma Shtatlarga topshirish kerak. Hozirda Washington Tehronning ushbu shartlarga va tinchlik bo'yicha takliflarga qanday munosabat bildirishini kuzatmoqda.
AQSh davlat departamenti amerikaliklarni Eronni tezkor tark etishga chaqirdi. 21 apreldan boshlab Eronning havo maydoni qisman ochilgan. AQSh fuqarolari Eronni tark etishlari, mahalliy ommaviy axborot vositalaridagi yangiliklarni kuzatib borishlari va Eronni tark etish bo'yicha qo'shimcha ma'lumot olish uchun tijorat yo'lovchi tashuvchilariga murojaat qilishlari kerak. Eronni tark etmoqchi bo'lgan amerikaliklar, shuningdek, yer transporti orqali Armaniston, Ozarbayjon, Turkiya va Turkmanistonga chiqishlari mumkin. AQSh fuqarolari Afg'oniston, Iroq va Pokiston bilan Eron chegarasi hududlariga bormasligi kerak. Eron hukumati AQSh fuqarolarining mamlakatdan chiqishiga to'sqinlik qilishi yoki Eronni tark etish uchun chiqish to'lovini undirishi mumkinligini inobatga oling. AQSh va Eronning ikki fuqaroligiga ega bo'lgan shaxslar Eronni Eron pasportlari bilan tark etishlari kerak deya tashkilot xabarida aytilgan. Putin butun Rossiyadan front uchun ishlashni talab qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ikkinchi jahon urushi davrida butun mamlakat front uchun ishlaganini aytib, hozir ham shunday bo'lishi kerakligini ta'kidladi. U bu haqda 21 aprel kungi forumda ma'lum qildi. Ulug' Vatan urushi davrida butun mamlakat front uchun askarlarimiz, himoyachilarimiz uchun mehnat qildi. Ular tank, samolyot, to'p va snaryadlar yasash bilangina cheklanmagan. Axir Ulug' Vatan urushining eng og'ir oylarida 1941-1942 yillarning qahraton sovuqlarida xuddi hozirgidek bolalar, buvilar, ayollar paypoq to'qib frontga posilka va sovg'alar jo'natgan. G'alabamiz muvaffaqiyatining siri aynan mana shu birlikdadir. Hozir ham shunday bo'ladi, dedi Putin. Uning so'zlariga ko'ra, Kreml Ukraina bilan chegarada xavfsizlik zonasini yaratishda davom etmoqda. Putin maxsus harbiy operatsiyaning barcha maqsadlariga erishilishini ta'kidladi.